Biz hozirgi zamon taraqqiyot darajasini maqtab, sovuq urushlar, irqiy xurofot, milliy va diniy nizolar haqida unutyapmiz. Bu muammolarni bartaraf etish uchun tuzilgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa ko'plab xalqaro tashkilotlarning sa'y-harakatlari aksariyat hollarda besamar ketmoqda. Biz o'zaro ishonch va toqatni o'zimizda tarbiya qilmagunimizcha millatlar o'rtasida tinchlikka erishmaymiz. Avloddan avlodga o'tuvchi nafrat, alamzadalik va tajovuzkorlik, ziddiyat va shubha bilan qarash deyarli biologik sifatlarga aylandi. Yoshlikda bu hissiyotlarni singdirib, keyin ulardan qutulish qiyin. Biz kattalar o'z bolalarimizga bu illatlarni singdirmasligimiz zarur. Go'daklar irqiy nafrat bilan zaharlanmagan bo'ladilar. Agar yoshlikda oq va qora rangli bolalar birgalikda teng ravishda o'ynashsa, ular odamlar o'rtasidagi tana rangi xuddi tashqi